Akalar, yaxna choy ichasizlarmi? Yozda issiq kunida konditsioner yoqib olib, salonda o'tirib, muzda yaxna choyga nima yeysilar? Nima dedinglar? Assalomu alaykum, chimgan kuzatuvchilari. Mana bugun sizlar bilan GD 704 traktorini, ya'ni kabinali variantini chiroyli obzorini ko'rib chiqamiz. Qani unda biz boshlaymiz. Akalar, GD 704 traktorimiz oldi orqa balon tortadi. 60, 70, 76 qator orasiga tushadi. Vazni 3 tonna 200, ya'ni shu kabinali bahaybat traktorimiz. Ko'rib turganinglardek konditsioner radiatori, suv bilan sovitiladigan radiator, rul gidravlika. Akalar, yana bitta narsani aytib o'tamiz. Bu traktor turbo kompressor emas, oddiy apparat, 4 porshinli. Bunimizda rasxodi soatiga xudo xolasa 7 litr deb berilgan kitobida. U nagruzkadagisi. Oldi balonimizning razmeri akalar 9.5 ga 24 hamda orqa balonning razmeri 14.9 ga 30 bilan jihozlangan. Salon qismida revers richagi, revers ya'ni pol avtomat korobka deyiladi. Undan tashqari konditsioner, magnitola, parktron hamma narsa bor. Nima kerak bo'lsa akalar, shu traktordan topasizlar. Ventilyator, lyuk deysizlarmi? Undan tashqari tepasida VV ham bor akalar. Endi akalar orqa qismida ko'rib turganinglardek kompressor bachok havo, ya'ni bemalol traktor o'zini o'zi damlaydi. Bosadigan silindr albatta bu traktorlarda bo'lmasa uyat bo'ladi. Orqa gruza podyomnisi akalar kitobida yozilgan 1 tonna 800 deb yozilgan, lekin biz 1 tonna 200 tavsiya qilamiz. Chunki traktorimiz vazniga kelib chiqqan holatda. Undan tashqari ko'rib turganinglarda распределитель, ya'ni o'sha orqa teleshka yoki naveska nima ulasanglar, bemalol shundan yo'q haydaverasizlar. Qishloq xo'jaligi vom oboroti 540 ga 1000. Kimga shu traktorlarimiz qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Albatta to'liq ma'lumotni berib o'tamiz. Bu bahaybat traktorimiz narxi hozirgi kunda 198 million so'm. Xudo xolasa kelsanglar chiroyli chegirma qilib beramiz. Bu traktorimizni naqd pul hamda boshlang'ich 30% to'lov bilan lizingga xarid qilishingiz mumkin. Chimgan, O'zbekiston, hosilingiz kafolat.